g'amgin bo'larsan, bir go'zal jamol sensan. Dağlarda açılgan gül, hamsar bir ravon sensan. Kim gözgüsünden ravşan, bir gavhari kan sensan. Timur bunu zayt kılgan, sen yoki zaman sensan. Aklımni ado kılgan, bir afati cahon sensan. Yar yaram ay, yandı canım ay, adayım anan, aylanay adayım anan. G'amdashdim da zargazdan, kim görse cemalini albatta bo'lar hayron. Gul ishqinda bulbulning eshigi urur afg'on, vasichra kuyar joning yodima düşse hicron. Bulbul parini qurg'an, gul g'unchada xon sensan. Yar yaram ay, yandı canım ay, adayım anan, aylanay adayım anan. O'tsam ki yanaqimdan, ki olma anor berdim. Olimga nazar qilding, ko'p yaxshi nigar qilding. Har kishiki bas qilsa, senda go'zal bordir. O'g'li sadaf yurmush, saldur marjon sensan. Yar yaram ay, yandı canım ay, adayım anan, aylanay adayım anan. Ko'nglimda sening yoding, o'zgaga tushib ishqing, qoldi menga faryoding. Senamda ado bo'lmas, har kunda yoqqan o'tmay, aylayki visol qilding, dars o'tmadi ustod. Toyirbekni yondirgan, oq qo'llar jahon sensan. Yar yaram ay, yandı canım ay, adayım anan, aylanay adayım anan, adayım anan. Ofarin yangi efir soatlari, tungi tashrif loyihasi fayzli soat avvalidamiz. Yaxshilar, Murodbaxsh chorshanba va fayzli oqshom asnosida demak munosib lavhani boshlaymiz. Bugun bizga yangi hamroh bor. Shalqar Yaqubovni qarshi olamiz. Olqishlaringiz bilan.
Assalomu alaykum qadrli teletomoshabin do'stlar. Navoiy viloyati teleradio kanalining eng tomoshabinbop muxlislari ko'p dasturlaridan biri albatta bu tungi tashrif dasturi. Bugun men Bahobuddin Ziyo akamizga yaqindan yordam beraman, chunki sababi bugun bizning do'stlarimiz, qardoshlarimiz, konimexlik san'atkorlar bugungi tungi tashrif dasturi studiyasining mehmonlari. Birin-ketin tanishtiramiz va dastavval aynan mana shu O'zbekiston, Turkmaniston demak xalq artisti, ajoyib ustoz san'atkor marhum Bobomurod Hamdamov ijro etgan Adoyingman taronasini yangicha talqinda, o'ziga xos uslubda deyishimiz mumkin. Muzaffar Xalilov ijro etdilar. Minnatdorchilik izhor qilamiz Muzaffar aka. Xush kelibsiz. Albatta sizni bilamiz. Aynan mana shu ustani yonlarida, xoh u Navoiyda, xoh u Buxoro, xoh u Samarqand, xoh u Qarshi bo'lsin, duolarni olib qoldingiz. Baxtli ijodkorsiz. Keling, teletomoshabinlarga o'zingizni yana yaqinroqdan tanishtirsangiz, marhamat. Assalomu alaykum. Mana hurmat chaqirganlar uchun kattakon rahmat sizlarga. Men Konimix tumani musiqa maktabida ishlayman. Turkmaniston bolalar musiqa va san'at maktabida doira mutaxassisligi bo'yicha dars berib kelaman. Doirachilar deb ashulachi bo'lib ketganiga endi qoyil qolish kerak. Biz yoshlikdan shu doira bilan cholib qo'shiq aytardik. Demak, so'z baribir hamrohingiz bo'lgan. Shunday. Lekin aslida siz vokalchi bo'lgansiz, ya'ni xonanda bo'lgansiz. Bu so'z endi ikkinchi yo'nalishingiz hisoblanadi. O'zi doira bo'yicha o'qiganman. Buxoro san'at bilim yurtida 98-yil o'qishga kirib 2003-yil tugatganman. Ustozlaringiz haqida to'xtalib o'tsangiz. Ustozlar haqida bo'lsa, birinchi ustozim men o'zi amakim bo'lgan. Rustam Xalilovich. Keyin Buxoroda tahsil olganman. Navoiylik Ahad Qalandarov bor. Ustoz, ijodkor. Shular bo'yicha bu o'zimizning mana ustozlardan Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Muhim Rajapov, Qodir Jo'raqulov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, to'g'ri. Shularning yo'lidan kelyapti. Adashmasam Qodir aka ham Bobomurod Hamdamovning yo'llarida kamida shu 7 yil, 8 yil, 10 yillik deyarli. Shogird. Biz nevara shogird deymizmi? Sizlar nevara shogirdlar. Biz juda xursandmiz Muzaffar aka, ana ustozlar haqida bir faxrlanib, to'lqinlanib gapiryapsiz-da. Biz har doim ustozlarning yo'lini bersin, ustozlarga havas bo'lsin deya niyat bilan, istak bilan ko'pincha ijodkorlarga yuzlanamiz. Aynan mana shu Bobomurod Hamdamovni ijod yo'lini tanlashingizga sabab nima bo'lgan? Endi ashulalarni biz yoshlikdan shu qiziqib eshitaydik, qiziqib xirgoyi qilardik. Shu manimcha. Demak, u qulog'ingizda qolib ketganda. To'ylarda aytamiz, buguncha xalq xizmatlarida. Shavkatbek yana bitta ashula eshitsak. Ashula eshitishdan oldin yo savol emas, men muxlislarga murojaat qilmoqchi edim. Bugungi tungi tashrif dasturi sal o'zgacharoq o'tadi, chunki nafaqat o'zbek tilidagi qo'shiqlar, qozoqcha, qoraqalpoqcha kuy qo'shiqlarini bugun eshitamiz. Iltimos qilsak, rus tilida ham aytib berishlari mumkin. Va bizning muxlislarimizda yana bir imkoniyat borki, siz qaysi qo'shiqni eshitmoqchisiz, o'zingizga qulay bo'lgan tilda, nafaqat o'zbek tili, qozoq, qoraqalpoq tillarida ham bizning studiyamiz raqamlariga SMS orqali yo'llashsa, navbatini kutib turgan san'atkorlarimiz ham bor. Xohlagan qo'shiqlarini imkon qadar xirgoyi qilib beradi va siz so'rang, biz bugungi yaqin 2 soat davomida siz tinglashni Navoiy viloyati teleradio kanali orqali eshitishni, oila davrasida eshitishni xohlagan qo'shiqlaringizni qo'yib beramiz va fikrlaringizni, salomlaringizni, tabriklaringizni nafaqat Konimix tumanidagi barcha viloyatimizda yashovchi do'stlaringizga, yaqin qarindoshlaringizga yo'llash imkoniyati bor. Qoyim. Ana. Muzaffar Xalilovda yana bir go'zal taronani tinglaymiz. Azizlar, SMS nomalarni yo'llang. Hamkasbim Shavkat Yakubov ta'kidlaganliklari kabi nomalarda albatta buyurtmalarni ham unutmasligingizni so'rab qolamiz va yana bir bor sahnamizga Muzaffar Xalilovni taklif qilamiz. Ustozoda san'atkor go'zal taronalarni armog'on qiladilar. Marhamat. Salga tushib ketgan qiz, ananing qilgina salga botib ketgan qiz, ananing yoshligida salga tushib ketgan qiz, ananing qilgina salga botib ketgan qiz, ananing dilbari ko'z
ko'zi qaro dilbar qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar dilbar ey dilbar ko'zi qaro dilbar qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar Sözlerin canım aladı məni Şirin şirin sözlerin canım aladı məni Özgəsiga bakmagin ko'nglim qoladi məni Özgəsiga bakmagin ko'nglim qoladi məni Dilbar ey dilbar ko'zi qaro dilbar qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar dilbar ey dilbar ko'zi qaro dilbar qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar darkor mana dilbar yakta qiyo boq mana dilbar darkor mana dilbar yakta qiyo boq mana dilbar kulishlari chiroyli yurishlari chiroyli qurboningman nazlanib qo'yishlaring chiroyli sevmayman deb ichingdan sevishlaring chiroyli dilbar ey dilbar ko'zi qaro dilbar qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar dilbar ey dilbar ko'zi qaro dilbar qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar Muzaffarbek rahmat. Dasturimiz davom etadi. Demak, biz xonandalarimiz o'z o'rnlarini almashishi kerak, chunki biz va'da qildik bugun o'zbekcha, qoraqalpoqcha, qozoqcha va albatta talablarga ko'ra go'zal taronalar taqdimotini amalga oshiramiz. Muzaffar akani ikkinchi qo'shig'i menimcha bizni tomosha qilib o'tirgan tomoshabinlarimizga juda yoqdi. Chunki uni sabablari ham bor. Bizni ovoz rejissyorimiz o'rtada tojik tilida ham ovoz rejissyorimiz Nodirbek ham bizni qarshimizda bemalol raqsga tushib turibdi. O'ylaymizki, bizni tomosha qilib o'tirgan tomoshabinlarimiz ham farzandlari bilan, oila a'zolari bilan bir raqsga tushib ko'ngilni, kayfiyatni mazza qilib ko'ngilni yo'yapti. Endi boya aytib o'tganimizdek, bugun Qoraqalpog'istonlik ustoz ijodkor ham mana shu yerda albatta mehmon sifatida ishtirok etmoqda. Ozgina ma'lumot berib o'taman. Korimov tumanidagi 4-son bolalar musiqa va san'at maktabida endi Korimov tumanida turli millat vakillari istiqomat qilganligi sababli o'sha ham nazardan chetda qolmagan maktabda nafaqat o'zbek tilida, qozoq tilida, qoraqalpoq tilida milliy kuy qo'shiqlarni o'rganish, milliy cholg'u asboblarini o'rganish bo'yicha bemalol imkoniyat bor. Siz farzandingizni xohlagan yo'nalish bo'yicha maktabga olib kelishingiz mumkin va nafaqat Konimexlik va Qoraqalpog'iston Respublikasidan ham bugun kelib o'qituvchilar, malakali ustozlar dars bermoqda. Bizning yonimizda Ruslanbek Mirbekov. Shu o'rinda ma'lumot berib o'tishim kerak. Bu kishini yigitni otasi ham, dadalari ham Konimov tumanida, nafaqat tuman markazida va olis hududlarda ham to'garaklar ochib, Qoraqalpoq yoshlarini san'at sirlari, Qoraqalpoq yoshlariga san'at sirlarini o'rgatib kelmoqda. Qoyil qolish kerak Davlatbek. Nukusdan kelgan Ruslanbek, uzr so'rayman. Nukusdan kelgan ajoyib mehmonimiz, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Meni nazarimda biz endi turkiy tilli davlatlarda umuman olganda O'zbekiston Respublikasiga qo'shni qardosh respublikalar deylik, Qozog'iston, Turkmaniston, Qirg'iziston, turkiy tilli davlatlarda hammamiz bir-birimizni qo'shig'imizni tushuna olamiz. Bizga tarjimon kerak bo'lmaydi. Odatda biz Ruslanbek go'zal taronalarni taqdim qilishdan oldin o'zlarini yanada yaqinroq tanishtirishlarini istagan bo'lar edik. Marhamat, so'z navbati sizga do'stim. Assalomu alaykum. Birinchi navbatda
hurmat etib chaqirganingiz uchun sizlarga rahmat. Men 4-sonli bolalar muzika maktabida akademik vokal bo'yicha o'quvchilarga hozirgi vaqtda bilim berib kelmoqdaman. Qoyil. Shogirdlar nechta? Shogirdlar 20 o'quvchim bor. Ha, 20 ga yaqin shogirdlarda bugun ustozi. Omad sizga. Biron narsa aytib berasizmi endi? Marhamat, tinglaymiz. Azizlar, tungi tashrif loyihasi davom etadi va hozir Ruslanbek Mehirbekov Qoraqalpog'istonlik ajoyib ustoz va ijodkor do'stimizdan go'zal taronani birgalikda tinglaymiz. Uzoqqa ketmang, yozing, faol bo'ling va biz bilan hamrohlik qilishda davom eting. Voy barakallah aka, Ruslan. Keling Ruslan, salomat bo'ling. Qoraqalpog'istondan kelib faoliyat olib borayotganimizga necha yil bo'ldi va konimexlik yoshlarning Qoraqalpoq cholg'u asboblariga va Qoraqalpoq san'atiga qiziqishi bugungi kunda qay darajada? Konimexlik tumanida hozir kelganimga 2 yil bo'ldi. Hozirgi vaqtda qiziqishi yaxshimi? Qoraqalpoq san'atiga, cholg'u asboblariga. Necha yosh eng yosh kichkina yoshda ishtirokchi, qatnashchi, shogirdlaringiz? 9 yoshdan. Eng ulkani? Eng ulkani 12-13 yoshda. Atrofida.
hozirda o'quvchilarim Toshkent qalasida bo'lib o'tgan turli tanlovlarda jeng'iboz bo'lib kelmoqda. Qo'y. 2025-yildagi natijalar haqida aytib o'tamiz. Qanaqa tanlovlarga qatnashdik? Toshkent qalasida bo'lib o'tgan ijod bahori және de bir qator konkurslarda birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarda egallab kelmoqda o'quvchilarim. Qoraqalpog'istondan Vahobiddin aka ustozlar kelib konimexlik yoshlarga san'at sirlarini o'rgatyapti. Endi konimexlik yoshlarni Qoraqalpog'iston Respublikasiga, Nukus shahri tumanlariga bir sayohatga, katta teatrlarga, musiqa maktablariga olib borish rejada bormi? Borib keldikmi yo? Shunboy qalasi rayonga borib keldik. 2026-yilda ham shu yoshlarni, shu san'atga qiziqadigan bolalarni 9 yoshdan boshlab keladi deyapti. 9 yosh, 10 yosh, 15 yosh atrofidagi bolalarni ham haqiqiy san'at o'rtasiga ustozlar katta-katta darg'alarga olib borish kerak. Shuni reja qilish kerak 2026-yil o'quv yilida. 2026-yili bizda Toshkent qalasidan hamda turli viloyatlarga hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida Xudo xolasa sayohat qilamiz. Ham rejada bor. Yaxshi. O'zingiz uylanganmisiz yo'qmi? Qo'ydamiz. Konimexda uylantirib qo'yishingiz kerak, keyin umuman keta olmay qoladi. Endi bu hazil, lekin haqiqatan bizni Qoraqalpog'istonda biz ham safarga borganimizda bildik. Chimboy tumani Navoiy viloyati hokimligini bir homiyligida, bir tasarrufida rivojlanyapti. U yerda yangi maktablar, yangi musiqa saroylari bunyod etilmoqda. Maktabgacha ta'lim muassasalarini borib ko'rdik. Yangi o'yingohlarni, yangi amfiteatrni, yangi uylarni qurilayotgan tomoshagohlarni ko'rdik. Haqiqatan Navoiyni bir o'zini izi bor Qoraqalpoqda va qoraqalpog'istonliklarni ham bizni albatta madaniy hayotimizda, san'at yo'nalishimizda betakror izi bor. Chunki istaymizmi yo'qmi, Navoiy viloyati deyilganda avvalambor ko'z oldimizga birinchi navbatda ahil inoq yashayotgan qoraqalpoqlar, demak qozoqlar, qozoq qardoshlarimiz, bo'g'rilarimiz, ruslar, belaruslar, ukrainlar, bir qism koreys millatiga mansub insonlar. Umuman olganda ko'p millatli vohamiz, niyatimiz bor albatta. Mana shu voha ijodkorlarni yana chaqirish, ularning san'atini targ'ib qilish. Biz xursand bo'lamiz. Bu safar siz yoningizda Qoraqalpoqdan balkim kelin kelar, sherik kelar, to'yga aytarsiz. Niyatlaringiz o'zingizga bersin. Endi Qoraqalpoqlarda ham, o'zbeklarda ham bitta yaxshi, xayrli udum bor. Kelgan mehmonni silovli mehmon deyshadi. Bugun siz eng e'zozli, eng qadrli mehmonimizsiz va endi sizni qo'yib yubormaymiz. Yana bitta zo'rdan aytib berasiz. Marhamat. Davom eting.
kajar asar juvasın ağzı juvasın ağzı şigallı kız kilinle al güzel bağıma aşık kajar asar juvasın ağzı juvasın ağzı juvalı kız kilinle güzel bağıma juvalı kız kilinle al güzel bağıma juvalı kız kilinle al güzel bağıma. Ofarin azizlar, Ruslan Merbekka minnatdorchilik izhor qilamiz. SMS nomalar bor. Albatta, Davom SMS etamiz. xabarlar bizda juda ko'plab SMS xabarlari kelmoqda. Aksariyat qismi Muzaffar akaga. Muzaffar aka bizni qarshimizda kuzatib turibdi va e'tiborga olib qo'yasiz degan umiddamiz. 05 yillik bir abonenti Bobomurod Hamdamovning Maftun bo'ldim degan qo'shig'ini aytib berishingizni so'raymiz. Oldindan katta rahmat degan SMS xabarlari kelgan. 9319 abonenti Bobomurod Hamdamovning LPS qo'shig'ini aytib Bu turkmancha bering. qo'shiq. Iltimos degan. Yelpeselendi Albatta. elimda yaxlo. Bolaligimdan eshitaman bu. 90 Hozir o'qiyotganimda maza qilyapman-da. 96 abonenti assalomu alaykum. Navoiy viloyati teleradio kanali ijodkorlari Samarqand viloyati Narpay tumani Turon mahallasidan Sultonov Dilshod Muzaffar akaning ijodiga omad tilayman. Shu fursatdan foydalanib Dilmurodjon hamda Anvarjonlarni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Barcha realchilarga salom debdi. Bu muxlisimiz. Hala Madrid. Bu muxlisimiz aynan bugun boshlovchilikka meni kelishimni bilganga o'xshaydi. Realchimisiz ya, albatta Barsa? Real Madrid muxlisiman. Real Madrid muxlislarini kechagi oqshomdagi Siz Barsachi deb yurardim. Shu Bobur ikkalamiz efirda o'tirsak shu Real Barsa Bobur bilan ham shu ko'p tortishganmiz. Monaco klubi ustidan qozonilgan 6-1 hisobidagi g'alaba bilan realchilarni tabriklab qo'yamiz. Hala Madrid, Hala Real. Olg'a Real. Va SMS xabarlarini o'qishda davom ettiramiz. 80-90 abonent assalomu alaykum hurmatli Navoiy kanalining tele boshlovchilari, sizlarga omad tilaymiz. Navoiydagi qarang, e'tibor qarating, Navoiyda reklama emas, bu shunchaki SMS xabarni biz jonli efirda bo'lganimiz uchun o'qib eshittirishimiz kerak. Navoiy shahridagi Polvonosh markaziga Navoiy viloyati teleradio kanali ijodkorlarini taklif etamiz. Albatta, kelingizlar deyapti. Biz bugun ushbu dasturni hamkasblarimizdan birga kuzatmoqdamiz deyapti. Biz ham ushbu jamoaga omad va zafarlar tilab qolamiz. Nasib Xudo xohlasa, albatta boramiz. Biz ko'pchilikmiz, shuni ham aytib qo'yishimiz kerak. Jamoa salkam 100 kishidan iborat. Ikkita boshlovchidan iborat emas. To'yib berasizlarmi? Tungi tashrif dasturi ikkita boshlovchidan iborat emas. Bizning juda katta ijodiy jamoa, texnik mana efir jamoamiz ham ortida rejissyorimiz Mirkomon Ergashevich rahbarligidagi jamoa, operatorlarimiz Aziz aka, G'ofur aka, Oxunjon Tog'ayev, Nodirjon Mamatov, bularni aytib adog'ini qilib bo'lmaydi. Bugun jamoa tarkibi zo'r. Albatta, asosiy tarkibda maydonga tushgan. Ustozim Mirzo Hakim To'xtamirzayev bo'lganlarida shunaqa derdilar. Jamoa o'z tarkibini o'zgartirmagan holda maydon markaziga yaqinlashmoqda. Demak, ko'ramiz bu gal Navoiylik jamoa a'zolari keyingi raqib jamoani qay tarzda yer tishlatar ekan. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak, hurmatli teletomoshabinlar, biz jonli efirdamiz. Biz telefon qo'ng'iroqlariga javob bera olmaymiz. Men har safar aytib chakagim tushib qoladi. Orqali SMSlaringizni yo'llang, salomlaringizni, tabrik Va takliflaringizni. matnlarda alohida bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Shavkat, so'zingiz bo'ldim. Matnlar qisqa va lo'nda bo'lsin. Bu yerda otang, akang, opang, og'ayning, qo'shning, xolang, tog'ang hammani o'qishga biz vaqtimiz bo'lmaydi, shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Matnlar qisqa lo'nda bo'lsa ayni muddao bo'ladi. Hurmatli do'stlar, bizni to'g'ri tushunishingizni so'raymiz, chunki Navoiy viloyati ko'rmaydi-da bizni aynan telekanalimizni qo'shni viloyatlar Buxoro, demak Xorazm viloyati, Qoraqalpog'iston Respublikasi, hatto Sirdaryogacha hozir signalimiz ketyapti. Qashqadaryo, Surxondaryoda ham tomosha qilishadi. Muxlislarimiz juda ko'p. Samarqandda endi asosiy ko'plab muxlislarimiz bor. Shu sababli biz hammani ko'nglini olishga harakat qilamiz va
Davom etamiz. 80-90 abonentini SMS xabarini yakunlab qo'yay. Dadajonim Husniddin akaga salomimizni yetkazib qo'ysangiz, dadajonimizga uzoq umr va sog'lik tilaymiz. Agar imkoniyati bo'lsa, otalar haqida ham qo'shiq ijro qilib bersinlar. Oldindan rahmat degan. Buni ham inobatga olib qo'yamiz. Muzaffar aka bloknotlarni olib yozib qo'yapti. SMS juda ko'pmi deyman. SMS ko'p. Biz navbatdagi mehmonimiz bor. Demak, ana endi o'zbek qoraqalpoq birodarligiga yana bitta bovurlarimiz, yana bitta qardoshlarimiz, mana shu saf agar ular kelmasa, mana shu davramiz fayzsiz bo'lib qoladi. Shavkat. Demak, qozoq bovurimiz bor, Daniyar Seyitov. Xush kelibsiz, Daniyar. Yaxshi, siyliqli mehmonsiz siz ham. Umringiz uzoq bo'lsin. O'zingizning faoliyatingiz haqida va bugungi kundagi ijodiy yangiliklar xususida to'xtalib o'tsangiz, marhamat. Eng oldimen o'sha yerga chaqirganlaringizga ulkan rahmat. Men Kengimeh audani 4-nomer 4-bolalar maktabida saboq berem. Akademik vokaldan. Және де өзімнің жеке әндерімді шығарып отырмын соңғы кездерде. Qayerda tahsil olgansiz? Men ең бірінші өнерге кіріп келуіме сол 4-мектепте оқығам, домбырада Абдуразақ Абай оқытушым себеп болған. Одан кейін Абайда мәдениет мектебі бар. Сол жерде вокалдан сабақ берген Тұрсынов Ұшқын оқытушымызға үлкен рахмет айтам. Осындай жетістіктерге жеткізген осы екі оқытушым себеп болған. Rahmat. Endi qozoqcha qo'shiqlarni tinglashni boshlaymiz. Daniyar Saitov bizga Aqsavlem qo'shig'i bilan boshlab beradi. Marhamat, tayyor bo'lsa, o'zbekcha, qoraqalpoqcha va endi qozoq tilidagi kuy qo'shiqlarni mazza qilib eshitamiz. Raqsga tushish imkoniyati siz u bizda bor. Marhamat. Жазып қанатын біздің гүлден ұшып қонатын менің сәулем ал менің сәулем сол аққудан сұлу болатын менің сәулем ал менің сәулем сол аққудан сұлу болатын айналайын ақ сәулем үміт отын жат сәулем аққуым боп көгінде самғашы бүгін күнде күліп арайлым келем деп қараймын бақытты бұл өмірде арманым менің жұлдыздарың шашып баратын ай күнім деп күліп жанатын менің сәулем ал менің сәулем сол аққудан сұлу болатын менің сәулем ал менің сәулем сол аққудан сұлу болатын айналайын ақ сәулем үміт отын жат сәулем аққуым боп көгінде самғашы бүгін күнде күліп арайлым келем деп қараймын бақытты бұл өмірде арманым менің жымыңдап еді күліп атқан сұлу таң еді табылмайды енді қайтадан табылмайтын сұлудан еді табылмайды енді қайтадан табылмайтын сұлудан еді айналайын ақ сәулем үміт отын жат сәулем аққуым боп көгінде самғашы бүгін күнде күліп арайлым келем қараймын бақытты бұл өмірде арманым менің айналайын ақ сәулем үміт отын жат сәулем аққуым боп көгінде самғашы бүгін күнде күліп арайлым келем деп қараймын бақытты бұл өмірде арман Qoyil. Tungi tashrif loyihasi davom etmoqda azizlar. Daniyar Saitov ajoyib
do'stimiz hozir kuylab o'tdilar. Sovlem degani chiroylim deganimi? Savlem degani shu endi qiz Go'zal, bolaga ta'rif beryapti. Savle deyishadi. Savle degani endi to'g'ri tarjimada nur bu. Quyosh nuri, quyoshni Oftob. kun savlesi. Quyoshim, nurim, qiz bolaga erkalash maqsadida, ana shunday. Qoyil. Endi boya aytdik-ku, mana shu davrada qozoqcha o'lanlar, qozoqcha chiroyli taronalar yangramasa, nimamizdir kam bo'lib qolishi aniq deyilgan edi. Daniyar, sizga savol bilan murojaat qilmoqchiman. Mualliflik qo'shiqlaringiz ham bormi yoki qilishga harakat qilyapsizmi va bugungi kundagi faoliyatingiz, rejalar qanday? Marhamat. Hozirgi kunda 50 ga yaqin өлеңдер chiqdi, biroq hali ular efir yuzini ko'rmaganlari bor. Hozirgi kunda bir joyli atты albomni жұмыс жасап жатырмын. Оның екі трегі премьера ретінде платформаларға шыққан. Енді бұйыртса алдағы уақытта тағы да әндердің үстінде істеп, тағы жаңа әндер шығаруға әрекет жасаймыз. O'zingiz kimlarni she'rlardan foydalanasiz? Qaysi ijodkorlarga havas qilasiz? Негізінде әндерге сөз жазатын уақытта Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін көбірек оқып тұрам. Одан басқа эстрадалық әншілерден Қазақстанда Садрадин, Думан Мараттың өлеңдерін көп тыңдап, содан шабыт алып ән шығарамын. Qozoq xalq shoiri o'tgan Muqag'ali Maqatayev degan, endi Abay Qunanbayevdan keyingi eng mashhur, men bilaman, yaxshi shoirlardan biri. Har bir mavzuda she'rlar yozgan, asosan go'zallik, qiz bolasiga shunday ta'rif berganki, men sizga keyin vaqtim bo'lganda tarjima qilib beraman. Shunday she'rlari bor. Qiz bolasiga shunchalik go'zal ta'rif bergan, uni aytib berishga so'z bilan ifoda etib bo'lmaydi. Azizlar, biz yana bir savolimiz bor edi Daniyarga. Daniyar, odatda ijodkorlar ijtimoiy tarmoqlarni faoliyat o'tkazishadi. Instagram, Telegram kanallari ochadi. Sizda ham bormi? Marhamat. Қазіргі күнде фокустың бәрін Instagram және YouTube желісіне бергенбіз. Одан тыс барлық ән тыңдайтын платформаларда біздерді таба алса болады, іздеп. Daniyar Seyitov deb yozsak Domi chiqadi. атымен ізделсе барлық жерден шығады. Qo'y. Maktab faoliyatidagi ustoz, shogirdlik faoliyatidagi chiqishlaringizni ham ijtimoiy tarmoqlarga joylab borasizlarmi? Marhamat. Ya, mіндетті түрде барлық жерге жайлап барамыз. Ijodiy omad tilaymiz. Yana bitta qo'shiq eshitsak, undan oldin esa nazik gulim. Shu SMSlarni men saralab chiqyapman. Bir qo'shiqdan keyin bir 5-10 daqiqa hamma salom tabriklarni, qanaqa qo'shiqlar eshitmoqchi, shularni ham o'qib eshitiraman. Hozir esa Daniyar Saitovdan nazik gulim. Nozik gulim. Albatta, buni tushuntirish kerak yo'q. Marhamat. Daniyar Saitovni sahnaga taklif qilamiz. Azizlar, tungi tashrif loyihasida O'zbek, Qoraqalpoq, Qozoq birodarligining ahil ittifoqchiligining o'ziga xos talqinini tomosha qilyapsiz. Bizni kuzatishda davom eting. Байқар болсаң сен менің нәзік гүлім, көргенде мен бақыттымын, сүйгенге жазықтымын. Үміт қылып күліп тұрып арнағанда әнімді, нәз қылықты нәзік гүлім, қапа қылма жанымды. Үміт қылып күліп тұрып арнағанда әнімді, нәз қылықты нәзік гүлім, қапа қылма жанымды. Сен менің жалғызым, аяулы нәзік гүлім, жүректің жаздымының наздығының нәзік гүлім. Сен менің жалғызым, аяулы нәзік гүлім, жүректің жаздымының нәзік гүлім, нәзік гүлім, нәзік гүлім.
еттің, сен ереттің көңілімнің мұздарын, жылыттың да ұмыттырдың өмірімде күз барын. Көркемдігің, еркелігің саныған мен төзімді, талмай аңсап қандай ғажап сыйлағаның сезімді. Көркемдігің, еркелігің сынағанда төзімді, талмай аңсап қандай ғажап сыйлағаның сезімді. Сен менің жалғызым, аяулы нәзік гүлім, жүректің жаздымының наздығының нәзік гүлім. Сен менің жалғызым, аяулы нәзік гүлім, жүректің жаздымының нәзік гүлім, нәзік гүлім, нәзік гүлім. Сен менің жалғызым, аяулы нәзік гүлім, жүректің жаздымының наздығының нәзік гүлім. Сен менің жалғызым, аяулы нәзік гүлім, жүректің жаздымының наздығының нәзік гүлім. Сен менің жалғызым, аяулы нәзік гүлім, жүректің жаздымының наздығының нәзік гүлім. Сен менің жалғызым, аяулы нәзік гүлім, жүректің жаздымының наздығының нәзік гүлім, нәзік гүлім. davom etamiz azizlar. Tungi tashrif loyihasi va yana sahnaga yana bir ustoz ijodkorimiz, ya'ni Muzaffar aka Halilovni kelishlarini so'rab qolamiz. Yaqinroq kelasiz ustoz, marhamat. Hozir birgalikda tinglaydigan qo'shig'imiz aytadi-ku, qo'shig'ingning aytilishi, o'tirib oling, aytilishi qozoqcha ekan, eshitilishi o'zbek tilida. Bu plagiat emas, bu cover yo'nalishida ijro etilgan qo'shiq. Lekin aynan ushbu qo'shiq 15-20 yildan beri Qozog'iston Respublikasida ham juda mashhur. O'zbek tilidagisini o'zi shunchalik mashhurlikka erishganligi sababli ham cover yo'nalishida yosh ijodkorlar ijro etib buni yangicha talqinda aytishyapti, lekin buni deylik shunaqa deb nomlasak bo'lar, qadrdon qo'shiq yangi talqin. Albatta, juda ko'plab SMS xabarlari bor. Bir 5 daqiqani menga ajratasiz, o'qib eshittirishim kerak. Muzaffar aka muxlislaridan ham SMS xabarlari bor. 6122 abonent. Assalomu alaykum, Navoiy teleradio kanali. TVS deb yozib qo'yibdi, to'g'ri yozish kerak. Navoiy viloyati teleradio kanali ijodkorlari gap yo'q. Ijodingizga omad. Muzaffar Yaznamga omad tilayman. Ishlariga rivoj tilayman. 6122 abonentidan kelgan SMS xabarlari. 9199 abonent. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, xayrli kech. Hammaga ishlaringizga omad, charchamangizlar. Hammasi zo'r. Nursulton va Nurislomdan salom. Karmana tumani Shimzon mahallasidan degan SMS xabari kelgan va keyingi Assalomu alaykum, xayrli kech. Vahobiddin Ziyo, sizdan ham eshitaylik debdi. Ora-orada jonli efirda, jonli ijroda biz Vahobiddin Ziyodan ham kichik parchalar. Hozir aytdim-mi? Yelpesani aytib berdim-mi? Eshitamiz. Mayli, unda tayyorlanib turinglar. Aytamiz. Yelpesa. Fon berib tursang bo'ldi. Hozirmi? Yo'q, keyinroq. Tayyorlanib olsa endi mayli. 08 hayajonga solib qo'ymaylik. Abonenti. Assalomu alaykum hammaga. Bizning sulolamiz Mu'minovlar oilasiga alangalik salom. Doimo sog', omon bo'lsin. Albatta, omon bo'lsin, sog' bo'lsin va bizning dasturlarimizni tomosha qilishdan to'xtamasin. 3444 abonenti. Assalomu alaykum hammaga. Muzaffar akani ko'rib xursand bo'ldik deydi. Biz ham ko'rib xursand bo'ldik. Bugun nafaqat Muzaffar akani, barcha konomexlik ijodkorlarini studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Yana bitta SMS xabarini o'qib eshittiray. Jonli efir bo'lyapti. Nimaga boshlovchilar SMSimizni o'qimaydi deb kutib o'tirib qolmasin. 8793 abonenti. Assalomu alaykum. Men Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan Arziyeva Guljaxon onajonimni hamda akalarimning umrlari
uzoq bo'lsin deydi. Ana aytdim-ku, Qashqadaryoda ham bizni juda ham sevib tomosha qilishadi. Barcha qashqadaryolik muxlislarimizga siz orqali biz ham alangalik salomlarimizni yo'llab Rahmat, Qashqadaryo bu boshqa daryo, unutmanglar. 35-62 abonent, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Muzaffar akaning ishlariga omad. Muzaffar aka endi bugungi tungi tashrif dasturidan keyin begonon raqamlardan SMS xabarlari, tabriklar kelsa, to'y marosimlariga takliflar kelsa, bemalol javob berasiz. Ha, men o'sha kecha tungi tashrifni yondirgan Muzaffarman deysiz. To'g'rimi? Davom etamiz, marhamat. Yana bitta SMS xabarini o'qib eshitiraman, undan keyin suhbat, undan keyin kuy qo'shiqlarimizni birgalikda eshitamiz. 60-50 abonentda assalomu alaykum. Dulat Ahnazarovning Anderni estik debdi. Bizni navbatda kutib turgan ijodkorlarimizni muxlislari hozirdanoq so'rashmoqda, chunki bugun Dulat shu yerda 4-son bolalar musiqa va san'at maktabi ijodkorlari, ustozlari keldi deb tanishtirdik-ku. Demak, muxlislari kutishmoqda. Albatta, Dulatdan ham yaqin daqiqalar ichida qoraqalpoqcha, qozoqcha, balki o'zbekcha kuy qo'shiqlarni birgalikda eshitamiz. Hozircha shular. SMS xabarlar ko'p, o'qib ketolmaymiz. Keyingi mayli ikkitasini o'qing, albatta ketmas. 0856 abonent, assalomu alaykum, xayrli oqshom, barcha ijodkorlarga, ijodingizga omad. Samarqand viloyati Pastarg'om tumani Juma shaharchasi Boldir mahalla fuqarolar yig'ini Pushkin qishlog'i bir 10 ta adresni, manzilni o'qidim. Pushkin qishlog'idan Shohsanam. Pushkin emas, Pushkin. Qishlog'idan Shohsanam turmush o'rtog'imga salom, baxtimga sog' bo'lsin. Oqdaryo tumanidan otajonim baxtimga sog' bo'lsin. Aka, opalarimga ham salom. Botir pochchasi ko'rayotgan bo'lsa, Botir aka sizga ham shaxsan salomini yo'llab qo'yibdi. Siz agar ko'rsangiz 10 ta manzilga bitta salom. Ushbu raqamga siz ham SMS xabarlarini yo'llab qo'ying. Karmana tumani 14-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasidan alohida salomlar, hamkasblarim, sizlarni yaxshi ko'raman debdi. Biz ham 14-davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti Karmana tumanidagi bolalar bog'chasi xodimalariga biz salomlarimizni yo'llab qo'yamiz. Yosh avlodni tarbiyalashda, ularga ta'lim tarbiya berishda hech qachon charchamang. Tolmang va mana shu ezgu harakatlarda doim bardavom bo'ling deya men Muzaffar akaga yuzalaman. Suhbatimiz qizg'in joyda qolib ketuvdi-da, Muzaffar aka. Yelpishsangiz aytasizmi yo'qmi? Birgalikda aytasizlar. Xo'p. Mikrofonni ochib bering. Bir lavha aytiladi, demak, tayyormi? Bu bolaligimning qo'shig'i. Men boshlayman, sen olib ketaverding. G'alaning düğünde bir qavun edim, etini eydimu, paçağın koydum. Yarın gelende canım al dedim, elimde yaklığı yelpeselendi. Elimde yaklığı yelpeselendi. Yelpeselendi. Elimde yaklığı yelpeselendi. Elimde yaklığı yelpeselendi. Devam edersin? Hop. Galanın düğünde ekerler nari. Oo, ekerler nari. Hop. Yelpeselendi. Elerden yarın koy yelpeselendi. Elinde yarın koy yelpeselendi. Yelpeselendi. Elinde yarın koy yelpeselendi. Elinde yarın koy yelpeselendi. Bu turkmancha qo'shiq bo'lgani bilan baribir Maxtumquli bobomizni ijodlarini bir xalqona yo'ldagi lavhasi yelpeselendi, ya'ni yel ham kuchli bo'layotgan davullar ham pasaydi. Seni husni jamolingni oldi. Qo'limda yordan qolgan yorlig'im ro'moli, men uni sog'inaman degan juda ham bir benazir qo'shiq. Go'zal qo'shiq. Bolaligimda shu maktabgacha ta'lim muassasasida bog'chada shuni aytib yurgan ekanman.
onam rahmatlik, amakilarim rahmatliklar ko'p aytardi, shu Bomrod qo'shig'ini aytib berading, yilpesani. Keyinchalik o'zlari bilan uchrashganimda ham aytdim. Hatto ruxsatlarni ham oldik mana shu anjumanlarda shu qo'shiqni aytishga. Umuman olganda biz turkiy xalqlar qo'shiq aytganda bizga tarjimon kerak emas. Albatta. Muzaffar aka, galdagi rejalar qanday? Shogirdlar bilan qanday tanlovlarga tayyorlanyapsizlar? Marhamat. Hozir musiqa maktabida mana bu yaqin kunlarda doira jilovlari degan konkurs tashkil qilganmiz. Har yiliga bir marta bo'ladi bu narsa. Doira jilovlari. Shunga hozir shogirdlar tayyorgarlik ko'ryapti. U viloyatda bo'ladi. Viloyatda har yili bir marta tashkil qilinadi. Qor yoqub konkurslarga borib keladi. Zarb ko'rik tanlov bo'ladi doirachilar. O'rinlar kelyapti. Birinchi o'rin, ikkinchi o'rin. Qo'ying, yuzingizni yorib qo'yishgan. Hozir siz jonli ijro etayotgan paytda bilasizmi, men nimadan qo'rqdim? Vahobiddin Ziyodan jonli ijro bo'ldi. Hozir Shalqardan ham eshitamiz. Qozoqcha, qoraqalpoqcha deb qolmasa bo'ldi. Yo'q, endi aytadi. Oldindan aytib qo'yishim kerak. Muxlislarimizga men qo'shiq umuman ayta olmayman. Yoshligimda ham aytmaganman. Yaxshi she'r aytasizmi? She'r bo'lsa, Avazoqni aytadi. Olimpiyadan ashula yasab beraman. Sanashni bilsangiz bo'ldi deydi. Qanaqa qo'shiq jonli ijro bo'lsa, men Muzaffar aka bilan Vahobiddin Ziyodan iltimos qilasizlar. Men endi kelgan ijodkorlar bilan, ustozlar bilan suhbatlashib, navbat berib tursam ham bo'ladi. Va sizdan kelayotgan SMS xabarlarni ham bugun moslashib oldingiz, ko'z temasini yaxshi. Azizlar, aynan bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Shavkat Yaqubovning tashabbusi bilan bugungi tungi tashrif loyihasi amalga oshirilmoqda. Biz yangi yildan avval demak bu narsani rejalashtirib yurgan edik, lekin yangi yil tadbirlari, sarhisob konsertlari va musiqa maktabidagi o'ziga xos jarayonlar, Qoraqalpog'istondan, Qozog'iston Respublikasidan mehmonlar tashrif bo'lganligi bois biz bu ajoyib jamoat chiqishni taqdir etgan bugunga qoldirdik va bugun mana shu loyihani amalga oshiryapmiz. Muzaffar aka, bitta go'zal taronani armug'on qilsangiz, ana undan so'ng esa biz demak an'anaga ko'ra agar bizda reklama e'lonlari, ishbilarmonlar vaqti bo'lsa, bemalol birgalikda qo'shiq taqdimotidan so'ng aynan reklama ishbilarmonlar vaqtiga yuzlanamiz. Marhamat. Sahnamiz sizni qarshi olmoqda. Xorazmcha tarona bemalol Shalqar aytganlaridek raqsga tushishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, sizda ham bizda ham raqsga tush imkoniyati bor. Bizda ham joylar yetarli studiyamizda. Marhamat. Marhamat. Ikki qilning o'rtasi bordir Xiva qalasi, kecha kunduz tinmaydi ey Kamiljonning navosi. Mag'rubi mashriqqa yetar lazgisining sadosi, bu ulusning insonlari kuy qo'shiqning gadosi. Jimbir jimbir detar yurakni, jimbir detar o'ynamin ilojing yo'q, tanangni qaltiratar. Jimbir jimbir detar yurakni, jimbir detar o'ynamin ilojing yo'q, tanangni qaltiratar. Yarga bichilgan ko'ylak, yoqasi gulli gulli, tinmay ko'zni o'ynatib ay tolanar turli turli. Yalmikilar chog'inda, mullamaydi bog'inda, kuta qovrildi men sevganimni dog'inda. Jimbir jimbir detar yurakni, jimbir detar o'ynamin ilojing yo'q, tanangni qaltiratar. Jimbir jimbir detar yurakni, jimbir detar o'ynamin ilojing yo'q, tanangni qaltiratar.
biter, yürekli cımbırdıtar. Oynamin ilacın yok, teneni kıltıratar. Cımbır cımbır biter, yürekli cımbırdıtar. Oynamin ilacın yok, teneni kıltıratar. Cımbır cımbır biter, yürekli cımbırdıtar. Oynamin ilacın yok, teneni kıltıratar. Cımbır cımbır biter, yürekli cımbırdıtar. Oynamin ilacın yok, teneni kıltıratar. Cımbır cımbır biter, yürekli cımbırdıtar. Oynamin ilacın yok, teneni kıltıratar. Yüreğini cımbırdıtar. Azizlar, yana jonli efirga qaytdik. Biz to'g'ridan to'g'ri efirdamiz va tungi tashrif loyihasi studiya mikrofonlar qarshisida Kamina va hamkasbim Shavxar Yoqubov. Yangi soatlarda ham turli tillarda kuy qo'shiqlarimiz bo'ladi. SMS xabarlarimiz ham kelmoqda. Aynan 1857 abonenti Qoraqalpoqcha kuy qo'shiqlardan bo'lsa eshitaylik debdi. Albatta bizda o'z navbatini kutib o'tirgan Duvlat Xalnazarovni studiyamizga taklif qilamiz. Qoraqalpoqcha Marhamat, sahnalarimiz qo'shiqlarni markaziga ajoyib tarzda kelishlarini so'raymiz. Qani ketdik. Kuyli aşık vakakası var karigin, toy bayramda yoşlanıp oynar karigin. Sonday milletin tarihi bay karigen, sonday milletin tarihi bay karigen. Nurlu kalpağım, sırlı kalpağım, tuğlat makanım kara kalpağım. Nurlu kalpağım, sırlı kalpağım, tuğlat makanım kara kalpağım. Uzunlarına tulsun talaları, jaz ülkende hürmet kılar balaları. Atalardan miras kalgan kalaları, atalardan miras kalgan kalaları. Nurlu kalpağım, sırlı kalpağım, tuğlan makanım kara kalpağım. Nurlu kalpağım, sırlı kalpağım, tuğlan makanım kara kalpağım. Kilişigi parlak yelim şolun bulsun, sossan asmanlarga jeter kolun bulsun. Aral tengizimi және sular dolsun, Aral tengizimi және sular dolsun. Nurlu kalpağım, sırlı kalpağım, tuğlan makanım kara kalpağım. 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 Ajoyib bo'lan Duvlat bo'ldi, ajoyib Xalnazarov. qo'shiq bo'ldi. Xush kelibsiz do'stim. Assalomu alaykum. Marhamat, o'zingizni yaqinroq tanishtiring. Qayerda saboq olgansiz? Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Men o'zi Qonimiq tumani 4-sinf bolalar musiqa va san'at maktabida o'zim o'quvchi bo'lib, tasviriy san'atni tugallaganman. Undan keyin Qanaqa qilib kelib qoldingiz endi? shu endi boshlanadi qiziq. Qani, marhamat, davom etamiz. O'zi qo'shiqchilikka, san'atga o'zi bizlarda semiylik, oilaviy suloladan otam bitajar ochgan, otam o'zim dadam, undan keyin uy kishi ham
bitta charog'ashib Kelin salom. yaxshi kunlarida kelin salomlari bo'lib keyin nasliyatsa deydi qondan qonga. Genlar o'zini so'zini aytgan, baribir qayerdadir u chiqish kerak bo'lgan, siz chiqardingiz. Qoyil. Dullat Xalnazarov oliygohda ham musiqa yo'nalishida tahsil olgan, shuni ham aytib o'tish kerak. Oliy diplomi bor. Qo'sh diplomli yigitimiz. Yana buni ustiga rassomsiz ama? Rassomchilik bilan ham ozod shug'ullanamiz. Qaysi yo'nalishda ijod qilasiz endi? Endi aytdim-ku, maktab paytida shu musiqa maktabida rassomchilikdan qalammi, grafikami? Grafika yo'nalishlarida. Yaxshi. Shu rang tasvirlarda, aqray, guash hammasini ishlaganmiz. Keyin ikki xil ranglar bo'ladi-da. Qanaqa ranglar deyshadi? Issiq va sovuq. Bilasiz? Rassomchilikda shunaqa narsa bor. Dullatning rassomligini biz efirdan oldin bilganimizda, bu yerdan bir maxsus joy qilardik. Efir tugagancha o'tirardi. Yo meni yoki qanaqadir albatta avtoportretini o'zini avtoportretini yoki siz bizni jamoadan birortasini o'ziga xos portretini chizgan bo'ladi. Endi men Dullat boya siz sulola masalasini tilga oldingiz. Odatda o'zi O'zbekning xonadonida ham, Qoraqalpoq, Qozoqning xonadonida ham albatta bir soz turadi. Qayerga borsangiz, O'zbekda ham, hatto turkmanlarda ham, Ozarbayjonga ijodiy safarga borilgan paytida ham bu yerda ham bir soz turganini ko'rganmiz. Umuman olganda turkiy xalqlar ko'chmanchi hayot kechirishgan, yaxshi bilasiz xalqlar va har doim mana shu safarda hamrohi bo'lgan. Kimdadir qo'biz bo'lgan, kimdadir soz bo'lgan, kimdadir o'sha do'mbira bo'lgan. Bugungi kunda ham mana shu sulola vakillarini san'atni davom ettirishlari bizga manzur bo'lyapti. Niyatimiz bor, bardavom bo'lsin. Mualliflik qo'shiqlarini ham qilish istagi tug'ilganmi sizda? Mualliflik qo'shiqlarga endi nasib bo'lsa harakat qilyapmiz. Ustozlar boshchiligida nasib xudo xohlasa qo'llangancha harakat qilamiz. Juda ham yaxshi. Bemalol ro'molchani olib peshonani artolchisini endi bor. Qayerda edi-ya deydi. Yo, mana. Bemalol. Ana endi hayajonlarni biroz bosib olish uchun yana bir qo'shiq eshitamiz. Dullat Xalnazarov ijrosida. Marhamat. Qani. Baraman, canımda məngi qalaman, maşinda jayda alaman, suludun kulağına birlen sırğa salaman, suludun kulağına birlen sırğa salaman, suludun men alaman, basına oramalı salaman, ayga alıp baraman, suludun men alaman, koluna birlen salaman, üyge alıp baraman. Akşam soğan kerege, maşin jayemiz tilege, sebebi meni suyede, arzumda, armanımda, tek sol sulu sebebi, arzumda, armanımda, tek sol sulu sebebi.
men alaman basına oramalı salaman ayga alıp baraman aksuludu men alaman koluna brilliant salaman uyge alıp baraman. Afarin davlat demak yana bir ajoyib ijodkorni taklif qilamiz. Xurshid Abdurahimovni boya soz haqida bekorga gapirmadim. Albatta. Va Keling. nihoyat biz Xurshiddan soz jaranglar jo'rligida ajoyib taronalardan birini tinglaymiz. Xurshid tayyorgarlik ko'rgancha SMS xabarlari juda ko'p. Mikrofonni olib kelib berasizlar ustozlar. O'rnatib beramiz mikrofonni. Biz esa SMS xabarlarini o'qiymiz. 60 abonenti barcha Barselona jamoasi muxlislariga omad bugungi Chempionlar Ligasi o'yinida deb aytib o'tibdi. Yutqizishib qo'ymasa bo'lgani, mayli yutsin endi. Biz endi hammaga omad tilaklarini yo'llaymiz. 2194 abonenti hamma navoiyliklarga, Navoiy ahliga salom degan SMS xabarlari kelgan. 8408 abonenti assalomu alaykum, xayrli kech, Koni mextiklarning barchasiga salom, Muzaffar aka, ishlaringizga omad degan SMS xabarini bizga 8408 abonenti yo'llagan. 9095 abonentidan ham SMS xabarlari bor. Assalomu alaykum, xayrli kech, omad sizlarga, ishlaringizga omad. Tunu kun xalq xizmatidasiz. Allohim kuch-quvvat bersin. Samarqanddan muxlisingiz debdi. Biz ham barcha samarqandliklarga bizning ozginagina mehnatimizning qadriga yetayotgan doimiy muxlislarimizga biz ham tashakkur bildiramiz. Shaxsiga kelgan nomam buxorolik muxlislar nomidan muhayyo bo'laman. Hammalaringizga omad yor bo'lsin, yaratganni o'zi qo'llasin. Ajoyib kuy-qo'shiqlar uchun alohida rahmat deyilgan. Rahmat Muhayyoxon, sog' bo'ling, salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Albatta. 8993 abonenti assalomu alaykum, Navoiy kanali, xayrli kech. Hammasi zo'r. Zafaroboddan Manibek ismli muxlisimiz bizga SMS xabarini yo'llagan. Barcha Zafarobodlik muxlislarimizga ham biz alangalik salomlarimizni yo'llab qo'yamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Siz kutgan va kutmagan kuy-qo'shiqlar bizning efirimiz davomida yangrab o'tadi. Ijro uchun katta rahmat. 9319 abonenti barcha ijodkorlarga, san'atkorlarga rahmat aytmoqda va biz mehmonimiz bilan yaqindan tanishib olamiz. Xurshid, marhamat, o'zingizni yaqinlab oling. Men shu Koni Mehtimon 4-sinf bolalar musiqa maktabidan 4 yildan beri baxshichilik yo'nalishi bo'yicha o'qib kelmoqdaman. Ustozim Yerejipov Mirbek va ustozimdan ko'plab shu dutor sirlari va bilimlarni olib kelmoqdaman. Eng yosh ishtirokchilarimizdan bittasi. Xurshidbekning otasi ham, dadasi ham Elordog'dagi san'atkor, bizning akamiz, ustozimiz desak ham bo'ladi. Shu xalqning yaxshi kunlarida munosib xizmat qilib, shu vohaning va turli millat vakillarining kuy-qo'shiqlarini aytib, san'atning rivojlanishiga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Qoyil. Endi eshitamiz. Yana bitta sulola vakilidan. Albatta. Qoraqalpoqcha xalq danalg'a qo'shiq. Halkım dana desim bular nakıl yetkene bile Söyle şişin bular kösem bolare kure Kösem bolare kure Halkım kalpı aytsın kalay zamanlar diye körgen talay Birev öter jılay birev davrana süre Birev davrana süre Adamның bir parası var o
Ocaqışdan dana шығар Sözge kulaq etire Sözge kulaq etire Onun manasın kim anlar Atadan tuğan altavlar Jetev bolar evle Jetev bolar evle Qıdırğan sayıl öter Iz qaldırıp şair öter Yar sana Söz marjanın tere O'zim o'tiribman, Navoiyda o'tiribman, lekin shu xayolim shu Mo'ynoq, Orolbo'yi tomonlarga ketib qoldi. Endi men aytdim-ku, bolalikda baribir Navoiyda katta bo'lgan har bitta bolada o'shani hayotida o'sha Qoraqalpoq qozoq madaniyatini uzviy bir bo'lagi bor. Biz misol uchun otamizni do'stlarini orasida qirg'izlar, qirg'iz millatiga mansub Qoraqalpoq, qozoq amakilarim, ko'kalarim, og'aylarimiz borlardi. Men bir xotira yodimga keldi. Hozir shu Qoraqalpoqqa o'tgan yil safarga bordik, xabaringiz bor. Albatta. Navoiy viloyati hokimligi tashabbusi bilan qurilayotgan yangi inshootlarni, binolarni suratga olish istagida bir film qilib keldik. Qoraqalpoqdan maxsus ijodiy film qilganimizda faqat shu xayolimda shu o'lanlar bilan birgalikda Ibrohim Yusupovni bir go'zal taronasi kezdi. O'sha qayerda bo'lsam ham meni sog'intirar Jayxun shamollari degan qo'shiq o'lanlar yodimga keldi. Hozir ham mana shu Xurshidjonning qo'shiqlarini, o'lanlarini eshitib turib, bir barhayot, bir o'lmas meros borligidan odam faxrlanasan-da, Shavkat. Haqiqatda bilasiz, mana Yevropa madaniyatiga boqadigan bo'lsang, ularda bir qanaqadir yasama narsalar bor, yasalgan. Bizda tabiiy, mana sozimiz ham, do'mbiramiz ham tabiiy. Bu necha ming yillik, mana misol uchun Samarqandda o'sha qazilma ishlari chog'ida filni suyagidan yasalgan soz chiqqan, qarang. Kamida bir 3000-4000 yillik sozda endi bizning bobolarimizni yonida mana shunday soz bo'lgan. Endi Xurshid, sozingiz sinmasin, ovozingiz so'nmasin deymiz. Yana bitta qo'shiq. Bizda ham shoirlik bor, ozmoz. Qofiyalarni kelishdi. Qofiyani qarang. Endi baribir baxshini oldida baxsh bo'lib ketasan-da. Qani Xurshidjon, davom etamiz. Ey şopan bergil xabar joyinda yerler barmikin Zarre aptab pispigin bakışra güller barmikin Bülbüle goya gibi şirin zıbanlar barmikin Yaru yaralar bilen jürmege yeller barmikin Barmikin, 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 can barmikin Dinke buxtum paride golcuzları şınşınveren Taza bak içine kırıp kırmızı güller terin Sar havuzdan su alıp olmazlığa daya baran Dilberi yarın kütüp turmağa yeller barmikin Barmikin, 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 can barmikin
Atlanıp seyilgi çıkıp Kısla sağlıp jürmege Yar uyaralar bilen birge Tamaşa görmege Kişki vakta Duynatıp sulabindi turmaga Gazı şübürdük Kongan aydınlık höller Var meken, var meken, var meken, var meken, can var meken Aytadı zivar garip öz kevlini nakşit kelye Neşi günler yol jürüp yel şetine keldik bugün Diyerler piru ustalar kalmasın akşamlatın Bizning bilen birge jürgen yar yaranlar Bar meken, bar meken, bar meken, bar meken, can bar meken Ey şopan bergil habar jayında yeller bar meken Bizning bilen birge jürgen yar yaranlar bar meken Bar meken can bar meken yar Ey rahmat. Ey qoyil, haqiqatda san'at o'z so'zini aytadi deydi. Biz minnatdorchilik bildiramiz Xurshid Abdurahimovga. Furqat akamga salom deysiz, uydagilarga salom. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Balki kelajakda bilmadim, endi O'zbekiston xalq artistini qo'lini olyapmanmi yoki yaxshi niyat Qoraqalpoq xalq artistini qo'lini olyapman. Niyat ulug', niyat qutlug'. Birgina ekonomiklik Xurshid ijrosini ko'rib, vohada nafaqat estrada yo'nalishi, baxshichilik yo'nalishi ham rivojlanayotganiga guvohimiz. Biz Xurshidbekka oldindagi tanlovlarda, xalqaro tanlovlarda, bellashuvlarda tilab qolamiz. Konimey tumani va Navoiy viloyati nomini yuksaklarga ko'tarib yurishsin. Biz esa SMS xabarlarini o'qiymiz. Keyingi ishtirokchilarimiz saylanib turishlari mumkin. Marhamat. 2605 abonentidan qozoq tilida SMS kelibdi. O'qib eshittiramiz. Bemalol xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum. Tikli efir orqali ayoli Yesenay Ajimi issiq salom yo'llayman. Alloh dinni sog'lik, jannat tinchlik, umrni uzoq umr bersin. Sho'rko'l ovulida yashashovchi ota-onama salom yo'llayman debdi. Biz ham barcha Sho'rko'l ovulida yashovchi muxlislarimizga langalik salomlarimizni yo'llab qolamiz. Va SMS xabarlari juda ko'p. Hammasini o'qishga ulgurmaymiz. Endi mazmunan yaqinlarni aytsak bo'ladi. Navoiy televideniyasiga rahmat. Ajoyib kuy qo'shiqlar yangramoqda. Qoraqalpog'im ovozi ham ajoyib. 10 ball, 10 dan 10 ball beraman debdi. Yurakdan deb yozib qo'yibdi. Yurakdan 10 ball berganligingiz uchun rahmat. Navbahorlik Behruzdan hammaga alangalik salom. 8501 abonenti. Biz ham barcha navbahorliklarga salom yo'llab qolamiz. Xurshidbekning ijrosi juda ham yaxshi. Omad va zafarlar tilab qolamiz degan. Azizlar, yana bir ajoyib ijodkorimiz bor. Abay Abdurazakovni go'zal taronalar taqdimotiga taklif qilamiz. Undan avval Abay bilan ozgina suhbatlashib olsak. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. O'zingizni yaqinroqdan tanishtiring, marhamat. Men Abdurazakov Abay Yusupovich, Konimey tumani 4-sinf bolalar musiqa va san'at maktabida 20 yildan beri ishlab kelyapman. Hozirgi kunda xalq sog'liq bo'limi rahbari bo'lib ishlab kelyapman. Abay Abdurazakovning shogirdlari nafaqat viloyat va respublika xalqaro tanlovlarda doimiy qatnashadi, munosib ishtirok etadi. Ozarbayjon davlatida o'tgan do'mbirachilar, yosh do'mbirachilar festivalida, xalqaro festivalda sovrinli o'rinlarni olib kelgan yoshlar bilan biz tanishganmiz, bevosita ijrolarini birga tinglaganmiz. Bugun Abay Abdurazakov shogirdlari kelgan estrada yo'nalishida qo'shiqlarni tayyorlab kelgan ekan. Marhamat, shulardan tezlikda boshlab olamiz. Keling studiyamizga.
Qollarından içken çayım qara bo'ldi. Seni o'ylab mına yürek şara bo'ldi. Senden başqa qizlar yo'q pa bu ömürde. Uydagilar sonu o'ylab tamam bo'ldi. Qollarından içken çayım qara bo'ldi. Seni o'ylab mına yürek şara bo'ldi. Senden başqa qizlar yo'q pa bu ömürde. Uydagilar sonu o'ylab tamam bo'ldi. Seni qizdi жазған mening manglayıma. Жастығыңда кім төпірген таңлайыңа. Қалым малға 50 миллион пұл сұрады. Үйдегілер қарамай ма жағдайыма. Жүрек, сен ғой мақтанышым. Анам мені туған бекен азап үшін. Ақыр жаным сені жақсы көремін ғой. Шай демлейтін келін керек апам үшін. Бұл өмірде сен едің ғой мақтанышым. Анам мені туған бекен азап үшін. Ақыр жаным сені жақсы көремін ғой. Шай демлейтін келін керек апам үшін. Сендей қызды жазған менің маңлайыма. Жастығыңда кім төпірген таңлайыңа. Қалым малға 50 миллион пұл сұрады. Үйдегілер қарамай ма жағдайыма. Жазған менің маңлайыма. Жастығыңда күн төпірген таңлайыңа. Қалым малға 50 миллион пұл сұрады. Үйдегілер қарамай ма жағдайыма. Сендей қызды жазған менің маңлайыма. Жастығыңда күн төпірген таңлайыңа. Қалым малға 50 миллион пұл сұрады. Үйдегілер қарамай ма жағдайыма. Shogirdlarga rahmat Abay aka. Bularni safi kengaysin. Efirimiz uchun ajratilgan fursat onlari ham tobora o'z yakunini topib bormoqda. Azizlar, bugun bu oqshom bu yerda Qoraqalpoq ohanglari, o'zbek taronalari, qozoq o'lanlari yangrab o'tdi. Biz barcha ishtirokchilarga, mehmonlarimizga, hatto Qoraqalpog'istondan kelgan maxsus e'zozli siyliqli mehmonimizga tashakkur izhor qilamiz va Muzaffar Xalilovni yana sahna markaziga taklif qilamiz va bugun bu yerda talablarga binoan turkmancha qo'shiq yangramadi. Shu sababli biz Muzaffar aka sizdan turkmancha qo'shiqni iltimos qilib qolgan bo'lar edik. Tungi tashrif loyihasi taqdimoti bilan studiya mikrofonlar qarshisida ikkita ajoyib boshlovchingiz bo'ldi. Kamina va Shavkar Yaqubovga minnatdorchilik izhor qilaman. Shavkar, kelib turing. Albatta. Ma'qul bo'ldimi sizga? Albatta, juda ma'qul bo'ldi. Bundan oldin ham Konimexlik va Tomdilik ijodkorlar kelgan paytda tungi tashrif dasturini olib borganman. Bugun yanada ko'proq san'atkorlar bilan tanishdik, turli kuy qo'shiqlarni tingladik. Shu o'rinda muxlislarimizdan ozgina uzr so'raymiz. Juda ko'plab 200 dan ziyod SMS xabarlar hali o'qilmay turibdi va efirimiz vaqti chegaralangan. Imkon qadar o'qib eshittirdik, lekin barchangiz qalbimizdasiz, yuragimizdasiz va bizni kuzatishda davom eting. Hozir esa Muzaffar Xalilovdan ajoyib sahna markaziga taklif qilamiz. To'y o'lanlar elimizda yaxshi kunlar davom etadi. Ko'rishganda ko'rishguncha. Marhamat. Şabratıp zulfun tarını gel Mestana gel sunam bugün Telfatıp şabratıp zulfun tarını gel Mestana gel sunam bugün Sonun şadlığının bunun toyunu gel Mestana gel sunam bugün Sonun şadlığının bunun toyunu gel Mestana gel sunam bugün
Gel bugün gel gel, toy bugün gel gel. Mestana mestana gel sunam bugün. Toy bugün gel gel, gel bugün toya. Mestana mestana gel sunam bugün. Oh, mestana mestana gel sunam bugün. Safası bar çeşme boyunun, ruhudur ya insan elin toyunun. Gel gel. Bugün safası bar çeşme boyunun, ruhudur ya insan elin toyunun. Gel gel. Şunun şadlığının bunun toyuna. Gel gel. Mestana mestana gel sunam bugün. Bunun şadlığının bunun toyuna. Gel gel, mestana mestana gel sunam bugün. Gel bugün gel gel, toy bugün gel gel. Mestana mestana gel sunam bugün. Toy bugün gel gel, gel bugün toya. Mestana mestana gel sunam bugün. Gel bugün gel gel, toy bugün gel gel. Mestana mestana gel sunam bugün. Toy bugün gel gel, gel bugün toya. Mestana mestana